Farg'ona viloyatida prezidentimiz raisligida shu yil 18-aprelda ishlab chiqarish, eksport va tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish, savdo va sanoat siyosati samaradorligini oshirishga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda belgilab berilgan vazifalar ijrosi bo'yicha seminar bo'lib o'tdi. Unda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Mavluda Xo'jayeva, quyi palata deputatlari, xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashi deputatlari, iqtisodiyot va moliya, soliq, kadastr, davlat aktivlari, kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmalari vakillari ishtirok etdilar. Seminarda soliq mexanizmlarini qo'llashda mahalliy kengashlarning roli va vazifalariga doir masalalar atroflicha muhokama qilindi. Mana soliq kodeksini yangi tahrirda biz qabul qildik. Juda ko'p soliq tizimida ham islohot bo'ldi. Masalan, soliqlarning sonini 13 tadan 9 taga kamaytirilganligini, ya bu borada doim aytyaptilar davlat rahbarimiz, soliqchilar tadbirkorda yoki ish beruvchini dushmani emas, uni do'sti bo'lish kerak. Soliqchilardan hech qachon qo'rqmasin tadbirkor. Aksincha ular yordam bersin deb. Qarang, bu bejizga aytilmadi, chunki albatta biz soliqlarni tushumni ko'paytirish masalasida faqatgina soliqlarni oshirish orqali emas, balkim soliq to'lovchilarning sonini ko'paytirish, tushumni oshirish harakatini qilishimiz albatta joiz. Yangi tahrirdagi konstitutsiyada mahalliy vakillik organlari faoliyatini jadallashtirishga qaratilgan bir qancha normalarning qabul qilinishi, xalq deputatlari kengashlarining joylardagi dolzarb masalalarni bartaraf etish, hududlar hayoti bilan bog'liq muhim qarorlar qabul qilishdagi rolini sezilarli darajada oshirdi. Albatta, mahalliy vakillik organlari faoliyatida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan choralar belgilanayotgani hududlar rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda soliq tizimini isloh qilishga qaratilgan bir qator muhim hujjatlar qabul qilingani, yangi tahrirdagi soliq kodeksida to'g'ridan-to'g'ri qo'llanuvchi normalar joriy etilgani natijasida barcha hududlarda bo'lgani kabi Farg'ona viloyatida ham tadbirkorlar soni ko'payib, viloyat iqtisodiyoti barqaror sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Seminarda so'z olganlar soliq qonunchiligidagi yangiliklar haqida to'xtalib, yer resurslaridan oqilona foydalanish va hududiy iqtisodiy tengsizliklarni yumshatish maqsadida yer solig'i hamda yer uchastkalarini ijaraga berishdagi to'lov miqdorlariga turli koeffitsiyentlar qo'llanilishiga oid normalar soliq kodeksining 429-moddasida aks ettirilganini ta'kidlab o'tdilar. Yer solig'i va yer uchastkasini ijaraga berish bilan bog'liq belgilangan soliq stavkalariga nisbatan oshiruvchi yoki kamaytiruvchi soliq koeffitsiyentlarini qo'llash bilan bog'liq hududlardagi mavjud muammolar, ularni to'g'ri qo'llash, soliq kodeksida belgilangan talablarga to'g'ri rioya etishni ta'minlash maqsadida o'tkazildi. Tan olishimiz kerak, ayrim hududlarda, ayrim viloyatlarda bu boradagi bir xil yondashuv yo'lligi, mezonda ishlab chiqilmaganligi tadbirkorlik subyektlariga, yuridik jismoniy shaxslarga bu boradagi soliqlarga nisbatan asossiz ravishda oshirilgan soliq koeffitsiyenti qo'llash yoki pasaytiruvchi koeffitsiyentni qo'llash amaliyoti ham uchrab turibdi. Va bugungi tadbir davomida ushbu boradagi mavjud muammolarni bartaraf qilish, hududiy kengashlar, tegishli davlat organlari bilan birgalikda bu borada aniq mezonlarni ishlab chiqish va bunda tadbirkorlik subyektlari joylashgan hududdagi iqtisodiy imkoniyatdan kelib chiqqan holda aniq mezonlar belgilash masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Bundan ko'zlangan maqsad ham tadbirkorlik subyektlariga adolatli va qonunchilik talablariga asosan soliq tizimini joriy qilish va oshiruvchi va pasaytiruvchi koeffitsiyentlarni to'g'ri qo'llash orqali hududlarda tadbirkorlar sonini oshirish va buning pirovard natijasida qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratish va oqibatda hududni iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan rivojlantirish masalasiga alohida to'xtalib o'tildi. Muhokamalar jarayonida ushbu sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar bilan birga ayrim kamchiliklar ham kuzatilayotgani qayd etildi. Xususan, xalq deputatlari viloyat kengash tomonidan soliq stavkalarini tuman va shaharlar kesimida belgilash, tuman va shahar kengashlari tomonidan esa har bir daha, massiv, mahalla yoki ko'cha bo'yicha oshiruvchi yoki kamaytiruvchi koeffitsiyentlarni belgilashda aniq va yagona mezonlar ishlab chiqilmagani tanqidiy baholandi. Mahalliy hokimiyatlar, iqtisodiyot va moliya, soliq
soliq boshqarmasi tomonidan soliq stavkalariga oshiruvchi koeffitsiyentlarni joriy qilish miqdorlari bo'yicha takliflar hududning byudjet xarajatlari va soliq tushumlari hajmiga asoslanib kengashlarga taqdim etilayotgani qayd etildi. Amaliyotda kengashlar qoshidagi tegishli komissiyalar viloyatning soliq va byudjet jarayonlariga aloqador tashkilot va idoralar tomonidan chuqur iqtisodiy tahlillar o'tkazilmagani yoki bu masalaga yuzaki yondashilganligi tufayli oshiruvchi yoki pasaytiruvchi koeffitsiyentlar asoslanmagan holda qo'llanilayotgani tanqid ostiga olindi. Deputatlar bu kabi holatlar kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarining xarajatlarining oshishiga olib kelayotgani, jumladan ko'chmas mulk ijarasi bo'yicha eng kam stavkaning 2 baravarga oshirilishi natijasida to'lanadigan soliq miqdori ko'payib, tadbirkorning xarajatlari o'sib borayotganini aytib o'tdilar. Prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda berilgan vazifalarni bajarishda mahalliy kengashlarda roli, ular qanday vazifalarni bajarish kerak, qanday ishlash kerak, shu masalalar muhokama qilinyapti. Xabarimiz bor hammamizni, shu soliq kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarda soliqlar 13 tadan 9 taga tushirildi. Bu ham juda katta tadbirkorlarimizga, ishlab chiqaruvchilarimizga juda katta imkoniyatlar berdi. Endi amaliyotda ko'ryapmiz. Yig'ilishda ta'kidlashdiki, soliqni stavkasini oshirish orqali ko'paytirish emas, balki soliq to'lovchilarga imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berish orqali soliqni ko'paytirish kerak degan fikrni berishdi. Shu fikrni men ham qo'llab-quvvatlagan holda aytamanki, bugungi seminarimizda mana shu qatnashchilar to'g'ri xulosa chiqarib, yaxshi fikrlarni olishadi va kelgusida mahalliy kengashlarga berilayotgan takliflarda ham o'sha hokimiyat organlari o'zlari to'g'ri takliflar berishadi deb o'ylayman va deputatlarimiz, doimiy komissiyalarimiz ham shu bo'yicha qattiq ish olib borishadi. Munozaralar davomida xalq deputatlari tuman va shahar kengashlarining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raislariga yer solig'i va ijara to'lovlari uchun belgilangan minimal qiymatlarga oshiruvchi koeffitsiyentlarni belgilashda hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish darajasidagi farqlanishini inobatga olish bo'yicha tavsiyalar berildi.